Oila muqaddas dargoh. Oila yanada ham chiroyli bo'lishligi uchun erkak va ayol, ya'ni er va xotin bir-birini oldidagi mas'uliyatlarini chiroyli his qilishliklari va chiroyli ado qilishliklari lozim bo'ladi. Erkak kishining ayolning oldidagi vazifalarini ulamolarimiz ham moddiy, ham ma'naviy bo'ladi deb ta'rif keltirganlar. Moddiy deganda erkak kishining ayolga beradigan mahr e'tiborga olinadi va qolaversa ayolini yemog'i, ichmog'i, kiymog'i, kasal bo'lsa qaratishlik, umumiy uni ta'minotini e'tiborga olinadi. Ma'naviy deganda esa erkak kishi ayoli bilan chiroyli muomala qilishligi, uni ham xursand qilishligi, hazil mutoyiba qilishligi, odob va axloqiga rioya qilishlik bu ma'naviy haqga kirar ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam erkaklarni ayollar oldidagi haqlarini bitta muborak hadislari bilan chiroyli ta'rif keltirib o'tganlar. Sahobiy ikromlar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam oldilariga kelib, "Ya Rasululloh, ayollarimizni bizlarning oldidagi haqlari nimadan iborat? Ya'ni biz ayollarimiz uchun nimalar qilib berishligimiz kerak?" deganda Payg'ambar alayhisolatu vassalom shunday degan ekanlar: "An tut'imaha idza ta'imta wa taksuha idza iktasayta wa la tadribil wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil mabit" deganlar. Nimani yesang ayolingga yedirasan, nimani kiysang shuni kiydirasan, uni yuziga qalab urmagin, unga fahish yomon haqorat so'zlarini gapirmagin, ularni tashab chiqib ketmagin, magaram yotog'ingni alohida qilishliging mumkin deganlar. Ya'ni ayollar erlari bilan agar urushib qoladigan bo'lsa, erkak kishi mutlaq tashab chiqib ketmasdan, balkim yotog'ini alohida qilishligi, agar aqlli ayol bo'lsa, alohida qilishligi ayolni es xushini yig'ib olishlikka kifoya qiladi degan ekanlar. Mana bu hadis sharifda erkaklarni ayollar oldidagi haqlarini Payg'ambar alayhisalom chiroyli ta'rif bilan ham moddiy, ham ma'naviysini zikrini keltirib o'tdilar. Endi ayollarni erlarning oldida vazifasi, ularning burchlari ulamolarimiz vujubu toati deb keltiradi. Ya'ni ayollar erlariga itoat qilishligi. Qaysi holatda ayol eriga itoat qilmaydi desa, qachonki er ayolini gunohga buyuradigan bo'lsa, o'sha holatda ayol eriga itoat qilmasligi mumkin. Agar erkak ayolini gunohga buyurmasa-yu, faqat xizmatga buyuradigan bo'lsa, ayol labbay deb eriga xizmat qilishligi ayol kishi uchun vojib hisoblanar ekan. Shuni chiroyli tushunishimiz kerak. Ayollar erlari uchun yugurib xizmatini qilishlik, usti-boshini yuvadimi, taomini ko'tarib keladimi, har bir harakati uchun bir ibodat savobi yozilib borilaverar ekan. Jumladan ayollarni erlarning oldida vazifalardan yana biri, agar xonadonga bir mehmon keladigan bo'lsa, erini izni ruxsati bilan kiritishlik. Shu bilan birgalikda ayol o'zi bir ko'chaga, biron joyga chiqadigan bo'lsa, erini izni va ruxsati bilan chiqishligi deb ulamolarimiz chiroyli ta'riflar keltirib o'tganlar. Bugungi kunda ba'zi bir ayollar erim uzoqda-ku, bozor yaqinroq, so'rab o'tiramanmi, kelguncha mayog'i chiqib kelaman, qo'shniki chiqib kelaman deb turib, eridan izn so'ramaydi. Lekin mana shu izn so'ramaslik ayol kishiga yaxshilik emas, faqat yomonlik keltiradi. Payg'ambar alayhisolatu vassalom bir ayol erini iznisiz, ruxsatsiz ko'chaga chiqib kelar ekan, to borib kelgungacha Allohning malaikalarini butun maxluqotlarni la'nati bo'ladi deb Payg'ambar alayhisalom marhamat qilganlar. Ana u oilada ayol izn so'ramasligi yaxshilik emas, faqat yomonlik kelishlikka demak sababchi bo'lar ekan. Mana shu er va ayolni bir-birini oldidagi qisqaroq qilib aytganda vazifalari, mana shu vazifalariga rioya qilinadigan bo'lsa, u oila yanada ham mustahkam, yanada ham chiroyli bir oila bo'ladi.